700 kilogramm atrofidagi molimiz, 100 kilo atrofidagi qo'yimiz nimaga navbatda turishni deb o'ylab turganingiz tabiiy. Bular o'zgacha somsani go'shtiga aylanish uchun fursat kutishyapti. Assalomu alaykum azizlar, biz o'zgacha ta'm, o'zgacha mazza, o'zgacha lazzatga ega bo'lgan o'zgacha somsadamiz. Ya'ni bir kichik nohiyada joylashgan o'zgacha somsa haqida batafsil tanishtiramiz. Mol go'shti, qo'y go'shti, kareka, langet, ya'ni orasiga dumbalar qo'shib tayyorlanadigan bu somsamiz, oshqovoqli, tovuqli va kartoshkali somsalarimiz, umuman olganda 7 xildan ortiq mazzali somsalarimizga hammani taklif etamiz. Onajonlarimiz, qadrdonlar, mehmondorchilikka borishda quda andaga tog'ara qilmoqchi bo'lsangiz ham albatta o'zgacha somsani tavsiya etamiz, chunki og'izda eriydigan mana bu somsalar qudalaringizga ham ma'qul kelishi aniq. Asosiysi bu yerda muzlatilgan go'sht emas, o'zimizda yangi so'yilgan mol va qo'y go'shtidan foydalaniladi. Tandirdan uzilgan issiqqina o'zgacha somsalarimizni har kuni 7:00 22:00 gacha xohlagan vaqtingiz kelib tanovul qilish imkoniga egasiz. O'z doim nazoratdagi Albatta, xudo xohlasa. O'zimiz hayvonni o'zimiz so'yib, muzlagan go'sht aralashtirmaymiz. Men doim kontrol qilib turaman. Bizning bundan boshqa yana filiallarimiz bor, ya'ni 2-Axsken masjid yonida 2-filialimiz, 3-filialimiz Nargiz magazini yonida. Bemalol u yerlardan ham xarid amalga oshirishingiz mumkin. Mijozlar uchun yana bir qulaylik, 50 ming so'mdan ortiq xaridni amalga oshirsangiz mikrorayon ichiga yetkazib berish xizmati mutlaq bepul tarzda amalga oshiriladi. Manzilimiz Namangan shahri 1-kichik noqiya Mo'jat Otchapar o'yingoh yonida joylashgan. O'zgacha somsaga barchani taklif etamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq amalga oshiring.